60-razmer kiyaman-ku, menga yo'qmi hech qanaqa korsetingizdan demoqchimisiz? Sizga ham bor. Turkiya mahsuloti bo'lgan lasinalarimiz, aynan bu lasinalarimiz bemalol 60-razmergacha to'g'ri keladi. Men o'zim 3 yildan beri kiyaman. Katushka ham bo'lmaydi, yirtilib ham ketmaydi, tanangizni qichitib ham qo'ymaydi. Allergiyasi bor insonlarga ham bemalol mumkin. Ayollarimiz aynan bu lasinalarimizni olib hozirgi kunda bahorda maza qilib kiyib yursa bo'ladi. Ya'ni qorin ko'krakni pastidan boshlab to'pig'inglargacha bemalol keladi va sizlarga shunaqa komfort yaratadi. Oldida zastyoshkalari bor, bemalol kiysanglar bo'ladi. Qizlarjonlar, bu mahsulotlarimizni ham skidkada 180 mingdan ulgurib olishinglarni tavsiya qilaman. Haqiqatda 3-4 yillab maza qilib kiyasizlar. Kiyimni kiyadigan razmerlarni aytsanglar, men sizlarga o'zim razmerlarini tanlab beraman va haqiqatda olganingizdan keyin mana albatta duo qilib qo'yasizlar. Sababi bunaqa lasinalarimizni bir marta olasiz, 2-3 yillab kiyasiz va abayalarni tegidan ham bemalol mana shu lasinani kiysanglar bo'ladi. Cho'zilib ketmaydi. Shunaqangi zo'r kачествоsi. Ulgurib olinglar 180 ming.